Sequence. Bu ham oldingi yillar tushgan. Shunga o'xshash misollar. Buni ikki xil yo'lini o'rgatganman sizlarga oldingi videolarda. Bitta osonroq yo'li mana shu nima deydi, xuddi polinomiallarga o'xshashda bu sequencelar ham. Ya'ni general formni guess qilsak bo'ladi. an mana bunga o'xshash qaranglar. Nima deylik, f px for px minus 1 shunga o'xshashda. Polinomial bo'ladi. Buni darajasini guess qilamiz-ku, bulardan ham shunga o'xshab darajasini guess qilsak bo'ladi. Buni ko'rinishi k for n plus p ko'rinishda bo'ladi. Mana bu 4 ni qayerdan oldim? an ni oldidagi bo'ladi doim. Misol uchun bu yerda 5 bo'lsa, 5 ni nechi deb yozardim. 6 bo'lsa, bu yerda 6 ni yozardim. Tushunarli? Buni bu yerga qo'yamiz. Ayniyat qilib k va p ni qiymatini topsak bo'ladi. Okay. For an plus 1 plus p buni hisobladim. n plus 1 qo'yib, keyingisida 4 ni ko'paytiramiz. Okay. For p minus 3. Okay, bu ikkalasi teng. Bular teng bo'lishi kerak. Necha chiqadi? P 1 chiqar ekan. Mana buni o'chirib, o'rniga 1 ni yozaman. Endi k ni qiymatini qayerdan topamiz? A1 bor. A1 4k plus 1 shu 4 ga teng bo'lishi kerak. Demak, 3 taqsim 4 chiqar ekan. O'rniga qo'yamiz 3 4n minus 1 plus 1. Mana shu yo'lni tavsiya beraman. Osonroq chiqadi. Okay, 12-chisi demak 3 ko'paygan 12 qo'yadigan bo'lsak 11 22